Hammaga salom do'stlar. Bugun biza Robloxda kim anaqa xullas tushib ketgan yukisadi. Chunki tushib ketmaslikka harakat qilib ko'raman. Va tushib ketdim. Hozir tushib ketib qoldim. Yana bilmadim, yutishim mumkin. Sakramiz. Voy! Tushib ketdim yana. Ukam gapirolmadi, endi men gapirib beraman. Hozir bunaqa qilib, ukam bunaqa qilib o'ynabdi. Bunaqa narsalardan yo'q qilib, keyin hozir 4 ga sakraymiz, 7 karek 9 ga sakraymiz hozir, chunki 9 ga sakraymiz. Chunki bo'lsam hozir 8 ga saraksak tushib ketamiz. Tushib ketib qoldik ham. Xo'p, endi yana sakrashni boshlaymiz. Xudo xolisa yutarmiz. Xo'p. Hozir sakrab chiqib yutamiz. Hozir sakrayapmiz. Uje mana sizlarga mana shunaqa Robloxlar qiziq bo'lsa, like va obuna bosib qo'yinglar qizlar va bolalar. Shunaqa sizlar uchun shunaqa narsalar chiqaryapmiz. Obuna, like bosib qo'yishinglar eslardan hech qachon ham chiqmasin qizlar, bolalar. Hozir men o'tirib yuryapti. Yoqmayapti shunaqa narsalar, shunaqa anaqalar. Hozir shunaqa oldiga sakramoqchi edim. Men laptop bilan o'tib bordi. Xo'p, endi men yerdan o'tibdi. Xo'p, men yerdan o'tmoqchi ekan, endi o'ta. Xo'p, endi yurmayapti. Qarab, endi yurishni boshlaydi. Sakrab hozir yuryapti. Men yana o'tirib olmasa bo'ldi. Tushib ketdi hozir yana. Keyin xo'p, yana mana shu yerda tirildi. Endi hozir men tushib ketib qoldim yana. Nima yurmayapti? Bu birinchi qism edi. Ikkinchi qism chiqishi uchun like va podpiska bosinglar.